vatanimizda yashayotgan turli xil millatlar, xalqlarimizni himoya qilayotganimizdan xursandmiz va o'ylaymizki, mana bugungi bayram, bugungi shukuh mana shu ko'tarinki kayfiyatni ta'minlab beradi. Tafakkur, teran, zamonaviy fikrlaydigan yoshlar qo'ldadir. Ko'zlaringizga qarab aytamanki, bu yurt yolg'iz emas. Uning sizdek tibbiyot talabalari bor. Muhammad o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Yomon she'r yozsang ham boshingdan silab, kam bo'lma bolam deb yashagan o'zbek.